Trakda qanaqa ovqatlanaman, vesimni qanday tashaganman akalar birdan ko'rsatib o'tib ketaman. Chunki oxirgi video qo'yganimdan keyin ko'pchilik aka vesingizni qanday tashadingiz, nima yeysiz deydi-da. Hayron qolaman akalar, ves tashamoqchi bo'lgan odam nima yeyish haqida o'ylaydi. Aslida ves tashash uchun yemaslik kerak. Chunki men maksimalli kaloriyamni tushirib tashaganman. Shu bilan akalar mana men yemoqchi bo'lgan bir kunlik ovqatim mana shu. Mana akalar, mana 5 ta tuxum, mana bunaqa vegetarianskiy salat yeyman, tamom akalar. Buni ham ichida bitta tuxumi bor, salatlar aralashgan. Tamom akalar. Endi ko'rinyaptimi, yo'qmi bilmayman. Tak, bunisi mana baliq, mana bunaqa ovashnoymi, mana shunaqa narsalar bo'ladi, bo'ldi akalar. Ves tashamoqchi bo'lgan aka-ukalarga maslahatim, ko'proq tuxum yeylar. Tuxumda oqsil ko'p. Oqsil ko'p bo'lgandan keyin sizlarning metabolizmlaringiz, ya'ni modda almashinuvi sal tezlashadi va siz tashash osonlashadi. Tuxum akalar hazm bo'lishi ozgina qiyin bo'lgani uchun uzoq vaqt sizlar bilan akalar do'st bo'lib, sizlarga poddeshka qilib, qorinlaringiz och qolmasligi uchun yordam beradi. Trakda yurgan akalar bunaqa salatlarni $9 dan, bular mana $5 ekan. Men Travel Amerikadan olaman. Buni bepul olish yo'lini ham o'rgatib ketganman, qanday bepul olish mumkinligini. Bu uchun erinmasdan listach qilib, sal pastroqqa tushsangizlar, videolarimning ustiga ham yozib qo'yganman haqidaligi o'sha videoni. Ujin, zavtrak, obedimiz mana shu. Mana shu rejimda bir 3 oy, 4 oy yurdim. Shu bilan akalar normal vesimni tashab oldim.